Assalomu alaykum aziz do'stlar, qadrdonlar, aziz obunachilar. Bugun 29-iyul 10 sotixlik maydonimizda qulupnaylarimizni o'rish jarayoni ketmoqda. Bizi shunday hali ham mevalari bor, gullari bor. Lekin biza bu ko'chatlarga bir dam berib, kuzgi etapga ham o't bosgan, yaxshilab ishlovlarni qilib, bu yerdan biza yaxshigina daromad qildik. Mana shunday o'tlar chiqib, etap-metap o'rib kelyapmiz, o'rib salafanlarni yig'ishtirib kelyapmiz. Ba'zi insonlar kommentda yozibdi, buni bilmaydiganlar, o'rish jarayonini ham ko'rsating deb. Mana hozir qulupnayimizni mana shu qismidan, mana govhar qismi, mana shu nima deydi bilmayman, shu o'suv nuqtasini qoldirib qulupnaylarimiz mana shunday o'roqda o'rib tashlanadi. Mana shunday xuddi shu zaylda xuddi shunday o'rib, keyin eski salafanlar, mulchalar turibdi, mulchalar yechilyapti. Mana shunday holga kelyapti. Sizlarga hozir birinchi o'rilgan joylarni ko'rsatamiz. Mana shunday o'rilgandan keyin mana shunday holatga kelib, barglar chiqarib o'zini tutib oladi. Bundan ham oldinroq o'rilgan joylari mana o'zini yaxshigina tutib, barglar chiqarib yana o'sishda davom etmoqda. Chiroyli qulupnaylarimiz etap-etap o'rilmoqda. Bu joylarni qurigan, uzilib ketgan joylarni xudo xolasa to'ldiramiz. Shunday joylarni to'ldirib, biza ikkinchi yilga qoldirib, ikkinchi yilga hosillari va qanday daromad bo'lishlari haqida yana ma'lumot berishda davom etamiz. Xudo xolasa biza buni buzguncha bundan ko'ra yangi yerga ko'chatni ekishni ma'qul ko'rdik. Buni bu yil qoldirishga maqsad qildik. Maqsad shuni qoldirib, keyingi yilga, ikkinchi yilda qanday hosil beradi, hammasini video obzorini qo'yib boraman. 10 sotixlik maydonimizda mana shunday kapinilarni yangilab, salafanlar yechilib, yerlarni ichlarini chopamiz, ishlov beramiz va qayta mulchalarni tortib, kuzga, xudo xolasa kuzga bir hosil olish niyatimiz bor. Nasib bo'lsa shu niyatimizga erishish maqsadda mana shunday mehnatdamiz. Bizani kuzatishda davom etinglar. Sog', omon, salomat bo'linglar. Barchalaringga omad tilayman. Sog' bo'linglar.